Ukajonim, g'alabam bor bo'lsin. Rahmat. Uka, necha yoshingdan bilaman ha? Ta'lim bergan ota-onangga rahmat. Salah deganda polida sezmadigan mayli, kibrga berilmaymiz, astag'firullah. Sog' bo'lgin, seni yaxshi ko'ramiz. Endi qayerga ketaman, topchi? Qatarga ketasizmi? Hozir ketaman. 2dami? 2da ketaman. Xudo xohlasa. Inshaalloh Eron bilan o'yinga qaytib kelishga qattiq harakat qilaman. Sizga ham kelasiz. Inshaalloh. Bo'p, duoda bo'linglar. Ayni aka. Abduqodir mujik degan yigitlar bitta laykni bosib qo'yamiz. Bo'pti ukam. 5 kara 5. 25. Sog' bo'lgin. Doston. Mana ukajonim senga. Oxirgisi edi. Xudo xolasa, bitta bor ekan, bu ham senga ukajonim. Uka, esingda bormi? Haliga nimada atilmaydi. Xuddi U17 edi o'sha paytdan, to'g'rimi? Birlashgan Arab Amirliklarida edi. Shtraf tepayotganingda Doston Allohdan so'rab, bismillahni aytib deganimda nima bo'lgandi o'shanda? Gol bo'lgandi. Da o'shanda даже avtogol qilib kirgizib yuborganda, azlar Allohga oson, yaxshilab so'rasanglar, albatta ijobat bo'ladi, to'g'rimi uka? O'sha voqeaga 13 yil bo'ldi uka. Abdurahmon Fozilov kecha tuxumdan chiqib qolmagan. Sog' bo'ling uka. Ketdik ukalarni qo'llab-quvvatlagan. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'linglar. Eldor Shomurodovni oldiga kelyapmiz. Eldor aka. Assalomu alaykum. G'alabam bor bo'lsin. Chachchamayapsiz. Xudoga shukr. Eldor sizga Omon akani omonati bor. Ana Italiyaga olib ketgani. Italiyagacha bormaydimi? Uka. Turkiya. Uzr, xayol hali ham Italiyada. Uka, men Qatarga ketdim. Alloh panohida bo'ylar. Xudoga shukr. Sochlaringni ozgina olib, o'zimga ham deb qo'yay. Kengani olib chiqinglar endi. Xudo xolasa. To'xta shu, mana U17 ga gapingni gapirman, syomka bo'lyapti. Yigitlarga. U17 ga omad tilaymiz. Hammasi o'zlarining qo'lida. Xudo xolasa ishonamiz. Inshaalloh esingda bor, Emiratdagi jahon chempionatlari ishtirok etganinglar qanday qo'llab-quvvatlagan bo'lsang, 12 yil bo'libdi. Bularni ham shunday qo'llab-quvvatlayapman. Uka, omad. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum azizlar. Buni qaranglar. Brother, where are from? Rahmat, I'm from Ethiopia. Ethiopia. Rahmat. Ana Janze degan. Janze. To'xta, look, buni qaranglar. Men Abduqodir Husanovning muxlisiman deydi. Brother, you fan of Abduqodir Husanov? Big fan, but not Big fan. Manchester City. Lekin men Manchesterni yoqtirmayman deydi. Men Manchester Unitedman deyapti mana. Abduqodirni fanatiman. Janze. To'xta. Qaranglar, Efiopiyadan, Qatarda Abduqodir Husanovning Manchester Cityga borishdan oldin before to Manchester City Lens. Yeah, France. Ko'ryapsizmi? Rus atelik so'radim. Fransiyada o'ynab yurgandan beri men uni muxlisiman dedi. Your name, brother? Anthony Joshua. Boxer. Ko'rdinglarmi? Bitta futbolchi rahmat deyapti. Butun dunyoga nomimiz taratyapti. Abduqodir, otangga rahmat. Let's go. Rahmat. Har o'yindan oldin bayrog'imizga qarab madhiya kuylaymiz. Bayrog'imizga qaraganda bizda ichki kuch uyg'onadi. Sportdagi natijalarimiz yaxshilangani sari chet ellik odamlar bayrog'imizni ko'rib o'zbekistonlik ekanimizni his qilyapti. Bayrog'imiz va do'ppimiz hamisha oldimda. Biz yurtimiz uchun, bayrog'imizni yuqori ko'tarish uchun o'ynaymiz. Biz orzu qilamiz va kurashamiz. Barchasi vatanimiz uchun va bayrog'imiz uchun. Bu vatan bizniki, bayroq bizniki. Olg'a O'zbekiston. So'nggi nafasimizgacha O'zbekiston bayrog'ini himoya qilamiz. Bayroqni baland tutish bu sharaf, bu vatan oldidagi burch. Olg'a O'zbekiston!
eronliklar mag'lubiyatni ko'tara olmas ekan, astag'firulloh. Treneri bormi, futbolchisi bormi, ayniqsa haligi 5-nomeri bormi, murabbiyni ennasini uch qo'rg'ondan ko'rsatishyapti. Instagram, Facebook, TikTokda. Xudoga shukr, shunaqa kunlar ham kelar ekan. Milliy terma jamoa yigitlari, barchalarga kattakon rahmat. Timur Kapadze ham yutdi bulardi, Fabio Cannavaro ham yutdi bulardi. Alhamdulillah. Mana bu U17 jahon chempionatiga hatto Eronni U17si kela olmagan, bilasizlarmi? Biz mana shu yerdamiz. Jahon chempionatini juda ham yaxshi o'tkazdik. Alhamdulillah, yetkazganiga shukr. Shu Italiya terma jamoasiga hali dashi saralashda ham, jahon chempionatida ham birorta komanda ikkita gol ura olmagan ekan. Biznikilar ikkitasini urdi. Ozgina qo'shganda urib ham qo'yardik. Shunisiga ham shukr. Bugun kun davomida storieslarni kuzatib boringlar. Eronda bo'layotgan voqeliklarni bitta-bittadan qo'yib boraman. Qani ketdik. Abdurahmon akasini addushi kuzatgani chiqqan brachkalarga rahmat. Ating nima edi? Sarsebayev? Nurbek. Rustamjonov. Sen familiyang nima edi? Sodiq. Okajonim. Bitta sanga. Uka, shuncha kun tishimni kavakda yasirab keldim. Sen buni yeb ko'r, duo qilasan. Bitta, yo'q. Yurakdasiz, brat. Azar, ben Toshkentga qarab yo'lalyapman. Mana bizning fanatlar, bular ham qolyapti, bulardan bileti. Biz biletimizni oxirigacha olganmiz. Bularnikini переделка qilib bo'lmadi, menikini переделка qildik, chunki men bilasizlar, juda bir katta tadbirga tayyorgarlik ko'ryapman. Uka, rahmat akajonim. Yaxshi joylarda nasib qilsin. Astag'firulloh. Yaxshi joylarda nasib qilsin. Class. Business class. Assalomu alaykum. Good luck. Endi mana shu qizni bir xursand qilaymi? Shikaladimi? Qo'mab tez. Bor ekan. Qo'mab. Ketyapmiz aka. Rahmat. Ochig'i bir dona strobar qolibdi. Hech kimga bermayman. Kimniki? Sarsenbayev. Uka, senga bo'p qizlarga bergandan ko'ra senga bergan yaxshi. Biz Sarsenbayevga kelamiz, qaytyapmiz. Yurakdasiz. Qoraqalpoq o'g'loni, O'zbekiston o'g'loni, jigarim, Yahya. Inshaalloh eslab qo'yinglar. Eldor Shomurodov buni oldida soyada olib ketadi. Qaramanglar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, shashmasdan. Qaramanglar, xush kelibsizlar. Aka, qalaysizlar? Sig'yapsizlarmi? India, Kajol, Aishwarya Rai. Mast pari he, mast hud pari he. Inamni ko'raman bugun uyga borib mast pari he bo'p. Azar vatanga qaytyapmiz, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Assalomu alaykum, onam, yaxshimisiz, salomatmisiz? Sizlar yetishmadinglar kecha. Mayli, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Aytadiganimiz olg'a. Sarsenbayev, jirtamiz hammasi. Jirtamiz.